Tumanimizda qishloq xo'jaligida foydalanmaydigan yerlarni o'zlashtirish, aholini tadbirkorlikka yo'naltirish, ishsiz fuqarolarimiz uchun daromad manbai yaratish, tumanda mahsulot ishlab chiqarish orqali iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Bunday ezgu maqsadlarni o'zida mujassam etgan xayrli amallar bugun ham o'zining mantiqiy davomini topmoqda. Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov tashabbusi bilan tumanimizning Qal'acha mahalla fuqarolar yig'inidagi Javpaya massivida bugun 400 gektar yer maydoni o'zlashtirilmoqda. Mazkur yer maydonida anor plantatsiyasi tashkil etiladi. Asrlar osha bir tomchi suvga zor bo'lgan bu yerlarga bugun ob-hayot kirib borish arafasida. Sohibkor mahallasi hududida qurilayotgan Javpaya suv nasos stansiyasi orqali yaqin kunlarda bu maydonlar sug'oriladi. Ayni kunda mazkur inshootda oxirgi montaj va payvandlash ishlari olib borilmoqda. Javpaya nasos stansiyasini 2022-yil mart oyida boshlab ishni qilyapmiz. Ana hozir oxirgi nimalarni montaj qilib oxiriga yetkazyapmiz ishlarimizni. 426 lik turba 4900 metr. Abrat nima orqaga nima qilinadiganlari 2,5 kilometr bo'lib, o'sha 400 gektar yerga sug'orish uchun, tomchilab sug'orish uchun, suv yetkazib berish uchun bu nasoslar ishlaydi. Mazkur nasos stansiyasining umumiy qiymati 18 milliard 100 million so'm bo'lib, yotqizilgan suv quvurlarining umumiy uzunligi salkam 7 kilometrni tashkil etadi. O'rnatilgan 4 dona nasos agregatining quvvati soniyasiga 50 litr, soatiga 180 metr kubni tashkil etadi. Javpayaga suvni yetkazib berish uchun nasos stansiyasiga 2 dona 630 kilovatli transformator o'rnatildi. Ular yaqin kunlarda bitiramiz. Xudo oz qoldi mana. Ta'mirlash ishlarini bajaryapmiz. Mana Rossiyadan nasoslarni olib keldik. Inshaalloh 2 kunda yo'lga solamiz, suvlarni chiqaramiz. Pudrachi tashkilot Humo Dom Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati mutasaddilarining ma'lumotiga ko'ra, kelayotgan haftada mazkur nasos stansiyasida agregatlarning sinovi o'tkaziladi. Ishonchimiz komilki, kelajakda Javpaya massivi tumanimizning yana bir tashrif qog'oziga aylanadi.